lekin qadrdonlar aytmoqqa oson, bajarishga qiyin. Lekin yigitni bir yaqindan tanishtiring. Bu yigit mana shu Shohmardon farzandi. Ahad polvonni ko'pchilik yaxshi biladi, O'zbekiston xalq pahlavoni. O'g'illari 5 karra Osiyo chempioni Aziz polvonni zurriyotini davomchisi, O'zbekiston chempioni Mehroshoh tomosha ko'rsatdi. 18 yoshida qadrdonlar. Lekin mana shu tosh ko'tarishdan oldin shuncha ahli jamoat yig'ilib qoldik. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Allohning jannatidan umidvor bo'lib, men musulmon bandasiman deb duolar, ehsonlar ijobat bo'ladigan Shohmardonda turib, bir ikki muborak qo'lingizni duoga oching. Allohning qilgan ehsonlaringizni, qilgan ziyoratlaringizni o'zi dargohida qabul qilsin. Amin. Ey halqim, duoga teskari qarang, duoga kulmang. Duo Allohning yerdagi muhim ekan. Bo'lamiz mana shu amin bilan. Bu dunyoni tark etib, shu dunyoga ravona bo'lamiz yana mana shu amin bilan. Amin deb men nima deb duo qilaylik? Avvalambor zamonamiz tinch bo'lsin. Yurtimizga hech ham ko'z tegmasin. Allohim mana shunday fayzli, barakotli kunlarda kundan kunga hamisha barakotni yog'dirsin. Befazillarga Alloh erta tongda joy namozga bosh urib, otasi bilan onasini haqqiga duo qiladigan, jannatlarda boshlariga tosh kiydiradigan ahli solih o'g'illarni Alloh bersin. Ko'pchilik safarlarda yuribdi, musofir joylarda yuribdi. Duo qilaylik, musofirlarga oson emas. Oila bola chaqasini, ota-onasini tashlab musofirda yurganlarda Alloh omadini bersin. To'lib, toshib, yorug' yuz bilan kirib kelishingni Alloh nasib etsin. Yerni mana oshlamayli yurib shop, pul mol dunyoni xo'p qoplab qop. Yuragingni qiynaydi isrof, otangni onangni topolmaysan. Qizloqtoy kaftida 9 oy qornida kechalari muzdek beshikni tebratib, sizni bizni dunyoga keltirgan baxtimizga onalarimiz omon bo'lsin. Kimdir otasi o'tgan, kimdir onasi o'tgan, oxiratda jannatlarda boshlariga tosh kiydirish maqomiga ota-onalarimizni ana shunday sharaflarga Alloh muyassar qilsin. Ey polvon, otangizni eslatdik, onamni eslatdik. So'ra talabingni men beray, menigini Alloh bersin degan shuncha mardi maydonning ichida bormidi bitta mard, bormidi bitta saxiy, otasi uchun, onasi uchun bir ehson qilishga qodir bitta marddan polvonni talabi 4 dona shirin nonni puli 20 ming so'm so'radi. Ey polvon, seni talabingni men beray, menigini Alloh bersin degan nima duo qilaylik. Allohdan topgan pullari hech ham haromga ketmasin. Ahli zurriyotlari befarzand o'tmasin. Bizga bergan pullardan qolgani yaxshi ko'rgan farzandlarini to'ylariga, undan ortgani ota-onalarni xat safarlariga buyursin. Amin. Allohu akbar. Qilishga qodirman degan bitta marddan so'radim. O'ylanganda savobi boshqa, o'ylanmasdan Allohdan maqsad bilan qadam bosganda savobi boshqa. O'ylanmang, orqaga o'zingiz yurib qadam bosing, Alloh rohmingizni bersin. Ana farzandlarga Alloh yaxshi o'g'il nabiralarni bersin. Qo'y qiling, qo'ylaringizga kelaylik. Allohu akbar. Varmani baxtlar, varmani saxiylar,